Binafsha shu'lasi. Ikkinchi kitob. Usoma Muslim. Nur va g'avg'o. Nur tarqagach, Hayo o'zini bir xonadan iborat kichik kulba ichida ko'rdi. Kulbada uy jihozlaridan faqat kichkinagina qora kursi bor ekan. U eshikning ro'parasida, xonaning narigi chetida turardi. Eshikning yonida esa deraza. Hayo deraza tomonga borib tashqariga qaradi. Tashqarida yam-yashil yaylov, uzoqda katta daraxt ko'rindi. U eshikni ochib tashqariga chiqdi. Eshik ochilganda qulog'iga kulba peshayvoniga osilgan qo'ng'iroqchalarning jiringlagan yoqimli tovushi eshitildi. Bu qo'ng'iroqchalar daraxt tomon esayotgan etni junjiktiradigan muzdek shamol ta'sirida ora-sirada raqsga tushayotgandek silkinib qo'yardi. Shamol go'yo uni o'sha daraxt tomon uchirib ketmoqchidek tuyulardi. Hayo egnida qanday kiyim borligini bilish uchun kaftlarini ko'ksiga qo'ydi. Ustida mayin pushti jemper bor ekan. Shu payt shamol qattiqroq esib, boshidagi shlyapani uchirib yubordi. U boshida shlyapa borligini sezishga ham ulgurmagan edi. Hayo shamolda uchib, o'zidan uzoqlashib borayotgan sap-sariq poxol shlyapaga termulib qolaverdi. Shlyapa ko'm-ko'k osmon uzra suzarkan, qulog'iga o'ng tomondan kelayotgan dukurlagan ovoz eshitildi. Oradan lahza o'tar-o'tmas qarshisidan oppoq yovvoyi otlar podasi yeldek uchib o'ta boshladi. Otlarning yollari, dumlari uzun, ko'zlari qop-qora edi. Lekin orasida bittasi butunlay boshqacha ot ekan. Uning rangi pushti edi. Otlar podasi o'sha uzoqdagi daraxtga olib boradigan yo'lni kesib o'tgach, Hayo peshayvon zinasiga ilk qadamni qo'ygan edi hamki, uy tepasidan xo'rozning qichqirgan tovushi eshitildi. Hayo ovoz kelgan tomonga qaradi. Tojidan tortib oyog'igacha qip-qizil xo'roz ekan. Uning faqat dumi sal ochroq qizil rangda edi. Hayo keyingi zinaga qadam qo'yishi bilan xo'roz qichqirishdan to'xtadi. Oppoq kabutarlar galasi qanot qoqib, tomning ustidan yana o'sha daraxt tomonga uchib o'ta boshladi. Hayo uchinchi, oxirgi zinaga qadam qo'yganida kulba yoniga suyab qo'yilgan velosipedni ko'rib qoldi. Borib, uni olib mindi-da, o'sha uzoqdagi daraxt tomonga haydab ketdi. Hayo daraxtga yaqinlashib, kabutarlar galasi daraxtning katta shoxiga bog'langan arg'imchoqni egallab olganini ko'rdi. Daraxt oldiga yetib kelishi bilan kabutarlar parillab uchib ketishdi. Hayo velosipedni daraxtga suyab, kabutarlar birdaniga uchib ketganidan yengil tebranib turgan arg'imchoqqa qarab qoldi. Daraxtning baquvvat shoxlaridan biriga qalin arqonli taxta o'rindiqli arg'imchoq ilib qo'yilgan edi. U o'rindiqning chetidan ushlab ustiga o'tirdi-da, tebrana boshladi. Hayo arg'imchoqni oldiga orqaga itarib uchar ekan, negadir qalbi quvonchga, baxt-saodatga to'lganini his qildi. Shamol uning yuzlari-yu sochlaridan silar. Arg'imchoq uchayotganda poyabzali tushib ketib, yalang bo'lib qolgan oyoqlari bilan o'ynashardi. Yuragi shodlikdan hapriqayotgan Hayo, men bu yerda abadiy qolishga ham tayyorman deb pichirlar edi. Shu payt to'satdan tepadan boshiga nimadir tushdi-yu, Hayo muvozanatni yo'qotib, yerga chalqancha yiqildi. Ko'zi bilan boshiga qarsillab tushgan narsani izlab, yam-yashil maysa ustida yotgan qip-qizil olmani ko'rdi. O'rnidan turib, olmani oldida kulimsirab, qo'lda aylantirgancha uni ko'zdan kechirdi. Keyin nigohini tepaga, daraxtga qaratdi. Ammo u yerda boshqa birorta olma ko'rinmadi. Hayo yana qo'ldagi olmaga qarayman deb cho'chib ketdi. Sal nariroqda boya uyning oldidan yugurib o'tgan suruvdagi pushtirang ot turar edi. Hayo olmani uzatib, otning og'ziga tutdi. "Yeysanmi?" deb so'radi. Ot bosh chayqadi. Dumini silkitib, depsindi-da, tumshug'i bilan Hayoning qo'lini tepaga ko'tardi. Hayo barmog'i bilan o'ziga ishora qilib so'radi. "O'zim yeymi?" Ot dumini bir silkitib qo'ydi-da, unga tikilib turaverdi. Hayo olmani og'ziga yaqinlashtirgan edi, birdan osmonda qop-qora bulutlar paydo bo'la boshladi. Hayo olmadan kattagina tishladi. Nihoyatda shirin, suvli ekan.
U otga tikilgancha olmani chaynay boshlagan edi. Ot negadir orqasiga bir necha qadam tisarildi. Hayo hayron bo'lib, olma to'la og'zi bilan so'radi. Senga nima bo'ldi? Hayo og'zidagi olmani yutishi bilan osmonda chaqmoq chaqnadi. Hamma yoqni zirillatib momaqaldiroq gumburladi. Ketidan kuchli shamol esib, sharros yomg'ir quyib yubordi. Tulpor yugurgancha qochib ketdi. Nima qilarini bilmay sarosimaga tushib qolgan Hayo ham bo'rondan panalanish uchun kulba tomonga yugurdi. Havo borgan sari aynib borar. Osmonda yanada kuchliroq chaqmoq chaqib, momaqaldiroq gumburlab yerni larzaga keltirardi. Yetib kelgunicha usti boshi loy bo'lib ketdi. U bir amallab kulbaga yetib oldi-da, eshikni ochib, o'zini ichkariga urdi. U harsillagancha kaftlarini eshik sirtiga qo'yib, ko'zlarini yumdi. O'ziga o'zi, nimalar bo'lyapti o'zi, dedi. Kutilmaganda ortidan kelgan bir ovoz uni cho'chitib yubordi. Hech narsa abadiy emas. Hayo ortiga o'girilib qarasa, yoshi ulug', katta ko'zoynak taqqan mo'ysafid qora kursida oyog'ini chalishtirib, qo'ldagi ochiq kitobga tikilib o'tiribdi. Kulbaning tomida qichqirayotgan boyagi qip-qizil xo'roz esa qariyaning yonida don cho'qilab yuribdi. Hayo holsizlanib, eshikka suyanib qoldi. Siz kimsiz? Mo'ysafid kitobni yopdi. Ko'zoynagini yechib, unga qaradi. Quyosh botganidan keyin uni hech kim izlamaydi. Chiqqanida esa uni hech kim ko'rmay qolmaydi. Hayo qariyaga diqqat bilan razm solgach, qog'ini uyib so'radi. Men sizni ilgari qayerdadir ko'rganman. To'g'rimi? Yana nimalarni his qilyapsan? So'radi qariya sovuqqonlik bilan. Hayoni to'satdan qo'rquv egalladi. Bu yerda turgim kelmayapti. Tezroq ketgim kelyapti. Mo'ysafid ko'zoynagi bilan ishora qildi. Unda ketaver. Nima qilib turibsan? Hayo qo'rquv egallagan ko'zlarini qariyadan uzmagan holda o'girilib, eshikning tutqichidan ushlab uni burmoqchi bo'ldi, lekin tutqich burilmadi. Bor kuchi bilan bir necha marta silkitib ham ko'rdi. Foydasi bo'lmadi. Mo'ysafid yana o'sha xotirjamlik bilan so'radi. Nega eshikdan chiqmoqchisan? Hayo eshikning tutqichini qo'yib yubormay javob qaytardi. Qayerdan chiqaman unda? Nima, ko'zingizga yana boshqa eshik bordek ko'rinyaptimi? Qariya ko'zoynagini taqib, kitobni qaytadan ochdi. Chiqish yo'li har doim ham eshik bo'lavermaydi. Hayo yon tarafdagi derazaga qarab, undan sakrab chiqishni chamalab ko'rdi-da so'radi. Sizchi, siz bu yerdan chiqmaysizmi? Qariyaning ko'zlari borgan sari qizarib borardi. U kitobdan ko'z uzmay javob berdi. Men mana bu ajoyib kitobning asiriga aylanib qolganman. Uni tashlab keta olmayman. Hayo chaqqon harakat qilib, yugurib borib derazani ochgan edi. Undan yorqin nur chiqib, hamma yoqni qamrab oldi. Hayo Aminning kutubxonasiga qaytganida, u hanuz charm divan ustida o'tirardi. Qo'ldagi kitobga qarab, bunisi juda tez, lekin qo'rqinchli bo'ldi, dedi. O'rnidan turib, stoldagi shamni oldi. Sham yog'dusida kitobni joyiga, tokchaga qaytarib qo'ydi. Keyin uning yorug'ini qarama-qarshi tarafdagi tokchalarga tushirdi. Bu g'alati kitobni esimdan chiqaradigan boshqa kitob kerak, deb o'sha yerdagi kitoblarni ko'zdan kechira boshladi. Hayo shamning nurini kitoblarga tushirar ekan, yana boyagidek holat takrorlanib, tokchalardagi kitoblardan birining jildi ham yog'dusida tollandi. U o'sha kitob tomonga borishdan oldin shamni hozirgina qo'ygan kitobning jildiga qaratgan edi. Bu safar kitobning jildi boyagidek jilolanmadi. Hayo hayron bo'ldi. G'alati-ku, bu nimasi ekan endi? Hayo boyagi yaltiragan kitobni emas, uning yonidagi kitobni olib sarlavhasiga qaradi. Bizni satr qilib turgan avrat. U sarlavhani o'qib kulimsiradi. Seni sog'inib qoldim shekilli, Rom, dedi-da, kitobni joyiga qaytarib qo'ydi. So'ng boyagi jildi tovlangan kitobni olib pichirladi. Qani ko'raylikchi, bu yaltir-yultir kitoblardan nima chiqarkin? Hayo kitobning nomini o'qimay,
divanning oldiga qaytib bordi. Qo'ldagi shamni stolga qo'yib, joyiga o'tirgandan keyingina uning sarlavhasiga qaradi. Kitobning ustiga to'q jigarrang siyohda "Arifli Ziyo" deb yozilgan edi. Hayo hayron bo'lib, yelkasini qisdi. Muqovaning ustini qoplagan changni artib ketkazgan edi. Harflarning ustidagi dog'lar yo'qoldi. Kitobni qalin chang qoplagani uchun dog' paydo bo'lib, harflarning ustini to'sib qo'ygan ekan. Dog' ketgach, kitobning nomi "Harfli ziyofat" bo'lib qoldi. Bu kitobni ochishi bilan yorqin shu'la chiqib, xonani qamrab oldi. Nur so'ngach, atrof zim-ziyo zulmatga aylandi. Hayo qop-qorong'i joyda paydo bo'ldi. U tanasini juda yengil his qilardi. Atrof jimjit, hech qanday ovoz eshitilmasdi. Lekin asta-sekin qulog'iga har tarafdan kelayotgan qasir-qusur ovozlar g'ira-shira eshitila boshladi. Bu tovushlar odamda xavotir, bezovtalik hissini uyg'otardi. Hayoning ko'zlari sekin-asta qorong'ilikka moslashib, qarshisidagi narsalarni aniqroq ko'ra boshladi. Hayo o'zining ochiq turgan ulkan kitob chetida turganini ko'rib, hayratdan qotib qoldi. Kitobning narigi chetida esa bir gala kuyalar. Ularning har biri ingichka panjasi bilan kitob varaqning chetidan ushlab, tinmay kemirar. Orasida og'ziga to'lgan qog'oz parchalarini chaynash uchun to'xtardi. Ular yam-yashil daraxtga yopirilgan ochko'z chigirtkalarga o'xshardi. Hayo atrofga qaradi. Yelkasida 2 qanot borligini ko'rib, qo'rqib ketdi. Xayolidan "Men ham kuyaga aylanib qoldimmi?" degan fikr yashin tezligida o'tdi. Lekin xayriyat, hayo ularning shakliga kirmagan ekan. Tanasi o'z shaklida qolibdi. Lekin ularnikiga o'xshagan qanoti bor ekan. U nima qilishni bilmas, tushib qolgan holatiga juda hayron edi. Chunki odatda biror mavjudotning shakliga kirsa, to'liq kirar edi. Shakli ham, yashashi ham, hamma jihati ularning hayotiga butunlay mos bo'lardi. Hayo kitob sarlavhasini kemirayotgan kuyalarning oldiga borishga qo'rqdi. Ularning birortasi bilan gaplashmadi ham. Indamay ularni kuzatib turaverdi. Shu payt kuyalardan biri boshini ko'tarib, katta-katta timqora ko'zlarini unga qaratdi. "Nega yemayapsan?" Hayo biroz sarosimaga tushib dovdirab qoldi. "Yo'q, men yaqinda yegandim." "Nimani yeganding?" "Haligi ko'ylak yegandim." "Omading bor ekan, ko'ylak qog'ozdan ancha shirin bo'ladi." "Paxta ko'ylakmidi?" Yana bitta kuya birdan boshini ko'tardi. "Paxta? Qani paxta?" "Yo'q, ipak edi." Bu gapni eshitgan kuya qichqirib yubordi. "Ipak paxtadan ham shirin-ku." Bu gapni eshitib, yana 3-4 ta kuya ham boshini ko'tarib Hayoga tikildi. Hayo ularning o'ziga tikilgan katta-katta qop-qora ko'zlari aslida to'q qizil qonga o'xshashini ko'rib bezovtalandi. "Men hech qanaqa kiyim qolmadi, hammasini yeb bo'ldim." Kuyalar birpas unga qarab turgach, yana kitob varag'ini chaynashga tushdi. Hayo biroz yengil tortib, chuqur nafas oldida o'ziga o'zi dedi: "Sal qolsa, yo'q joydan boshim muammoga tiqay dedimi?" Hayo atrofga ko'z yugurtirar ekan, bu kuyaning yeyishdan to'xtab, "Ko'nglim ayniyapti" deganini eshitdi. So'ng qog'oz yeyishdan to'xtagan o'sha kuyaga qaradi. "Unda nega yeyapsan?" Kuya kavshangan kuyi javob berdi. "O'zimni to'xtata olmayapman. Rosa shirin ekan, lekin qornim yorilib ketay deyapti." Hayo bor kuchi bilan unga baqirdi. "Bo'ldi, to'xta, yorilib o'lasan." U gapini tugatar-tugatmas kuyaning qorni yorilib ketdi. Uning ichidan mishiqqa o'xshash narsa otilib chiqdi. Kuya yiqilib, qimirlamay qoldi. Qolgan kuyalar birdaniga kavshanishdan to'xtab, o'lgan kuyaga birpas tikilib turishdi-da, hech narsa bo'lmaganday yana qog'oz g'ajishga kirishib ketishdi.
Hayoning toqati toq bo'ldi. Bu nima jinnilik? Shu payt zulmatdan ovoz yangradi. Ularga yordam berging kelyaptimi? Hayo boshini ovoz kelgan tomonga qaratdi. Sen kimsan? Shiftda chiroq bor. O'shani yoqsang to'xtaydi hammasi. Kimsan o'zi? Ovozing rosa tanish-ku. Ovoz unga javob bermadi. Hamma yoqni sukunat egallagan. Varaqni kemirayotgan tishlarning qasir-qusuri-yu nafsini tiyolmay birin-ketin qorni yorilib o'layotgan kuyalarning tovushidan boshqa narsa eshitilmas edi. Hayo nozik qanotlarini harakatga keltirib, zimiston uzra tepaga ko'tarila boshladi. Nihoyat shiftga yaqinlashib, atrofga diqqat bilan qaragan edi, shiftga osilgan chiroqni ko'rdi. Qarasa, devorda chiroqni yoqadigan murvat bor ekan. O'sha tomonga uchib borib, qo'llari bilan uni yoqishga urindi, lekin eplay olmadi. Biroz bosh qotirgach, murvatdan anchagina uzoqlashib, bor kuchini to'pladi-da, yelkasini to'g'irlab, tezlik bilan uchib borib, o'zini o'sha murvatga urdi. Yelkasi biroz og'ridi, lekin jon kuydirgani bekor ketmadi. Chiroq yonib, xona yorishdi. Shu zahoti kuyalar varaq kemirishni to'xtatishdi. Hayo kaftlarini ko'ksiga qo'yib, erkin nafas oldi. Xayriyat, to'xtashdi. Kuyalar yorug'likni ko'rib, shu tomonga birin-ketin ucha boshlashdi. Hayo ularni indamay kuzatib turdi. Kuyalar ketma-ket chiroqning qaynoq sirtiga urilib, chizg'anak bo'lib birma-bir yerga qulayverdi. Hayo o'zini o'lim changaliga topshirayotgan kuyalarning oldiga uchib borib, ularni to'xtatishga urindi. Lekin kuyalar unga qarab ham qo'yishmadi. Ular butunlay esini yo'qotgan. Qop-qora ko'zlari xira oq rangga o'zgargan. Chiroqdan chiqayotgan yorug' nur ularni sehrlab qo'ygandek. Hayo qancha harakat qilmasin, ularning birortasi ham muqarrar o'limdan qutqarib qola olmadi. Shunday qilib, kuyalarning hammasi o'ldi. Hayo yerda sochilib yotgan jussalar uzra ucharkan dahshatli manzaradan karaxt ahvolga tushib qolgan edi. Shu payt boyaga ovoz yangradi. Ba'zan uyg'onish uchun yonish kerak. Shu payt chiroqdan yorqin shu'la chiqib, hamma yoqni qamrab oldi. Nur so'ngach, Hayo o'zini divanda o'tirgan holda ko'rdi. Qo'ldagi kitobga qarab, "Nima bo'lo, bugun nuqul g'alati kitoblar to'g'ri kelyaptimi?" dedi. U o'rnidan turib, shamlardan birini oldi-da, kitobni joyiga olib borib qo'ydi. So'ng shamni yana bir marta unga yaqinlashtirib ko'rdi. Bu kitob ham bu safar avvalgidek tovlanmadi. Hayo hayron bo'lib, "Bunisining yaltirashi ham yo'qoldi-ya", deb qo'ydi. U bu tokchadan nari ketib, sham yorug'ida boshqa tokchalar tomonga bordi. U yerda qator qilib terilgan katta-kichik kitoblarni tomosha qila boshladi. Shu payt tepada turgan kitoblardan birining muqovasini yiltiradi. Hayo o'sha kitobga qarab, "Nima bo'lyapti o'zi, olaymi, olmaymi? Bu ham boyagidaqa g'alati bo'lsa-chi?" Hayo bu kitobga qarab, uni o'qish-o'qimaslik haqida o'zi bilan o'zi anchagacha tortishib turdi. U duch kelgan kitobni salgina yiltiragani uchun o'qiyvergisi kelmas edi. Lekin ichida uyg'ongan kuchli qiziqishga qarshi tura olmadi. Narvonni olib kelib, o'sha kitobni ham olib ko'rmoqchi bo'ldi. Bir qo'lda shamni tutgancha narvondan tepaga chiqib, ikkinchi qo'li bilan kitobni oldida sarlavhasiga qaradi. Kitobning nomi "Rohat cho'qqisidan qulash" ekan. Hayo qiziqqa o'xshaydi deb sham tutgan qo'lining barmog'i bilan kitobni ochgan edi. Kitobdan yorqin shu'la chiqib, yerto'lani butunlay qamrab oldi. Yorqin nur tarqadi. Hayo qarasa, daryoning qirg'og'ida oyog'ini muzdek suvga solib o'tiribdi. Atrofga tun cho'kkan bo'lsa ham, osmondagi to'lin oy hamma yoqni yoritib turibdi. Yonar qo'ng'izlar daryo yoqasida o'sib yotgan sap-sariq gulsafsarlar atrofida uchib, atrofga nur sochyapti. Tun sokin, atrof osoyishta. Quloqqa faqat chigirtkalarning chirillashi, qurbaqalarning vaqillashiyu daryoning shovullashidan iborat tabiatning ajoyib musiqasi eshitiladi. Hayo qo'llarini tizzasiga qo'yib,
iyagini tirsaklariga tirab, suv ichidagi oyog'ining barmoqlarini qimirlatar. To'lin oyga termulib, maftunkor tabiat ohangiga quloq solib o'tirardi. Rohat og'ushida qizning tanasi bo'shashib, yuziga tabassum yugurdi. Hayo ko'zlarini yumib, tabiat bilan hamohanglikda bir necha daqiqa o'tirgach, o'ng tomondan unchalik uzoq bo'lmagan joydan kelayotgan bir tovush qulog'iga chalina boshladi. Bu ovoz qamchining ovoziga o'xshardi. Hayo ko'zlarini ochib, o'sha tarafga o'girildi. Qarasa, bir jajji qizcha matrab ko'tarib, tevarakda uchib yurgan yonar-qo'ng'izlarni tutmoqchi bo'lib yugurib yuribdi. U qizchani birpas kuzatib o'tirdi. Qizcha rosa harakat qilsa-da, bir dona ham yonar-qo'ng'iz tutolmadi. Oxiri jahli chiqib, matrabni yerga irg'itdi-da, oyog'i bilan uni tepkilay boshladi. Hayo o'rnidan turib, qizcha tomon yo'l oldi. Qizchaga yaqin kelgach, jilmayib so'radi. Yordam beraymi? Qizcha qo'llarini chalishtirib, qoshlarini chimirdi, lekin Hayoga o'girilib qaramadi ham. Sizga nima, ishingiz bo'lmasin? Qizchaning oyog'i yonida metal qopqoqli, mayda teshiklari bor idish turgan edi. Hayo uni ko'rib, kulib qo'ydi. Bu chiroyli qo'ng'izlarni nima qilasan? Bu idishning ichida o'lib qolsa-chi? O'lsa nima? Men bularni tutsam bo'ldi. O'zim bilaman nima qilishni. Hayo to'rni yerdan olib, uning tayog'ini to'g'riladi. Mayli, bir ikkitasini tutib beraman, lekin o'lib qolmasdan qo'yib yuboraman deb va'da berasan. Qizcha birdan matrabga tashlanib, uni Hayoning qo'lidan yulib oldi-da, yugurgancha qochib ketdi. Hayo hayron bo'lib, bu g'alati qizchaning ortidan qarab qolaverdi. Shu payt uning ko'zi suvning yoqasidagi qumga sanchib qo'yilgan qarmoqqa tushib qoldi. Qarasa, bir qariya baliq ovlab o'tiribdi. Uning yonidagi savat turfa rangli, har turli baliqlarga to'lay deb qolibdi. Hayo yaqinroq borganida qarmoqning ichidagi ilmoq suvda emas ekan. Qariya baliq to'la savatga mag'zun holda tikilib o'tirardi. Sizga nima bo'ldi, amaki? Nega xafasiz? Mushtini anchim bosgan iyagiga tirab o'tirgan qariya savatdagi baliqlarga g'amgin qaradi. Suvga qarmoq tashladim deguncha baliq ilinaveradi-da. Hayo hayron bo'lib, cholning ro'parasiga o'tirdi. Unda nega xafa bo'lasiz? Odamlar kuni bilan qarmoq tashlab, bitta ham baliq tutolmay o'tiradi-ku. Keksa baliqchi chuqur xo'rsindi. Buning zavqi yo'q-da, qizim. Ko'ngling tusagan narsani o'zing xohlagan paytda qo'lga kiritaversang, hayotning ma'nosi, qizig'i qolmaydi. Ovning zavqi o'ljani tutishda emas, sabr qilib kutishda. Qo'lingdagi qarmoqning birdan silkinganini his qilishda. Hayotning mazmuni qiyinchiliklarga yashiringan demoqchimisiz? Ne'matning qadriga yetmaydigan odam ekansiz-ku? Keksa baliqchi boshini ko'tarib Hayoga qaradi. Bir narsaning ko'p bo'lishi ham kamchilik, qizim. To'kinlik ham xuddi yo'qchilikka o'xshab bir balo aslida. To'g'risi men baliq yeyishdan zerikkanman. Menga baliqni tutish qiziq. Men yaqinda kitobning varag'iga tushgan kuyalarni ko'rgan edim. Ular ham boriga qanoat qilmay zerikkan ishini qilaveradi. O'zini to'xtata olmaydi. Oxiri qariya cho'ntagidan pushtirang chuvalchang chiqarib, uni qarmoqning o'tkir ilmog'iga tiqdi. So'ng qarmoqni Hayoga uzatdi. Qani, sen urinib ko'rchi, balki mendan ko'ra omadliroqdirsan. Hayo hayron bo'ldi. G'alati odam ekansiz. Mayli, beringchi. U shunday deb o'rnidan turib qarmoqni oldi. Uni boshi uzra baland ko'tarib, bor kuchi bilan daryoga irg'itdi. So'ng qarmoqni mahkam ushlab, joyiga o'tirdi-da, suv sathiga termulib, po'kakni kuzata boshladi. Keksa ovchi unga havas bilan termuldi. Buni qara. Po'kagi qimirlamaydi-ya. Senga rosa havasim kelyapti. Ko'ryapsanmi? Suvning oqimiga xomahang tebranyapti xolos. Hayo kulib yubordi. Voy tavba, baliq tutishdan zerikkan ovchini birinchi marta ko'rishim. Qariya unga o'girilib,
qordek sovuq ohangda dedi. Sen zerikmadingmi? Hayo qarmoqning suv yuzasida qimirlamay turgan pokagidan ko'z uzmay so'radi. Nimadan? Davom etishdan. Qayta urinaverishdan. Hayo jiddiy ohangda javob berdi. Buni o'zingizdan so'rang. Baliq tutishdan nolayotgan men emas, siz-ku. Men baliq tutishni aytmayapman. O'tiraverishdan zerikmadingmi? Hayo atrofga bir qarab qo'yib javob berdi. Yo'q, zerikmadim. Rosa chiroyli, tinch joylar ekan. Men bu yerda o'tirishni aytmayapman, qizim. Shu payt har tomonda uchib yurgan yonar qo'ng'izlar birdan Hayoning oldiga yig'ilib, uning atrofida aylanib ucha boshladi. Hayo ularni qo'llari bilan haydab, qariyaga o'girildi. Unda nimani aytyapsiz? Keksa ovchi ko'rsatkich barmog'ini Hayoning peshonasiga qo'yib, uni asta itardi. Har safar har xil joyga tushib, keyin yana har safar bir joyga qaytaverishni aytyapman. Shu payt qariyaning barmog'i uchidan yorqin shu'la chiqib, hamma yoqni qamrab oldi. Nur tarqagach, Hayo ko'zlarini ochib, o'zini narvon ustida ko'rdi-yu, muvozanatni ushlab qololmay yerga yiqilib tushdi. Yiqilayotganida qo'ldagi sham tokchalaridan biriga tegib, bir necha soniya ichida kutubxonaning bir qismi alanglanib, tutun ko'tarila boshladi. Hayo vahimaga tushib, stol tagidagi gilamchani olib, olovni u bilan o'chirmoqchi bo'ldi. Lekin gilamchani tortgan paytida stol ustida turgan narigi sham ham yerga yiqilganini sezmay qoldi. Hayo gilamcha bilan qarshisidagi olovni o'chirish bilan ovora bo'lib turgan paytda uning orqa tomonida ham olov alanga olib, butun xona quyuq tutun ichida qoldi. Hayo achchiq tutundan nafas ololmay bo'g'ilib yo'tala boshladi. Yo'tala sillasi qurib, cho'kkallab qolgan Hayo hushini yo'qotdi. Yaxshiyamki, qasrdagi sovchilar tutunni ko'rib, Aminning uyiga yetib kelishdi. Ko'p o'tmay, ulardan biri ichkaridan xonimni ko'tarib chiqdi. Aminning uyi oldiga qo'ni-qo'shnilar to'planib ketishdi. Hamma dahshat ichida bu uyning qip-qizil cho'g' uyumiga aylanishini tomosha qilardi. Hayo esa uyning bo'laklari birin-ketin qirsillab yerga tushayotganini ko'rib, ho'ngrab yig'lar edi. Olomon borgan sari ko'payib borar. Kimdir hovuchlab tuproq yoki qum sochib, yana kimdir chelakda suv sepib olovni o'chirishga urinar. Ayrimlar esa shunchaki tomosha qilardi. Hayo qop-qorayib ketgan kaftlarini yozib ularga nazar soldi. Uning qo'llari dir-dir titrar edi. Kutilmaganda birdan barmoqlari xuddi olmos changiga o'xshash zarralarga parchalanib, havoga sochila boshladi. Hayo dahshat ichra o'zining ham mayda zarrachalarga aylanib, yo'q bo'lib ketayotganini ko'rdi. Davomi bor. Davomini tinglash uchun kanalga obuna bo'ling.